Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizinki bugünkü devamında İmam Bukhari Hazretleri tüvendik babda mındaktaydı. Bab es-salatu keffaretun. Yani namazdaki yani bir hususiyeti kafaret deydi. Kafaret degen neme degen vaqtida bir hatalıkni öçürüdigan, hatalıkni yo'qtadigan ishni biz İslamiy atalg'uda kafaret deb ataymiz. Bu hamda 525 numaralı hadis. Bu hadise İmam Bukhari Hazretleri bizge musaddat hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu zot deydi bizga Yahya A'mashni hadis so'zlab bergan deydi. A'mash deydi bu yerda menga Shaqiq hadis so'zlab bergan edi dedi. Shaqiq bo'lsa men Huzayfining bundaq deganligini anglagan edim dedi. Huzayfi Hazretleri bundaq deydi-de biz Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nunki huzurda o'ltagan edik deydi. Şu halda Hazreti Ömer dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki fitne barısında sözlegen sözünü qaysanlar yadı bilisler. Qaysanlarning esida ba deb savol so'rab qoldi. Men derhal men dedim. Cenab-ı Resulullah aytgan kabi bilime men bilime dedim. Degandan o sen elbette bu sözü deyişki cüretlik dedi. Hazreti Ömer Huzayfe'de dedi. Sen bu Resulullah'ın sözünü bu vaktiki degen geplerini ya Resulullah'ın sözü bunda deyişki şunda cüretlik sen. Depti men şu halda mundak dedim. Bir adamın insanın ailesi de balıçakları da mal dünyaları da qo'shnilar haqidagi fitnesini namoz, ro'za, sadaqa ehson, amr ma'ruf qatorliq yaxshi amallar yuvib tashlaydi deb shundoq desam, Hazrat Ömer dediki, yo men buni xohlamayman. Bu to'g'ri, bu fitnani demoqchi emasman bu yerda. Yani bu yerda demoqchi bo'lganda İmam Buxoriy Hazratlarininki, ya'ni namoz insonniki shu ailesi sebeplik, mal dünyalar sebeplik kısmen kichikroq bir gunohlarni o'tkazib qolgan bo'lsa, shular sababdan bu namoz masalan ro'za va kazalar shunga kafarat bo'la oladi, buning gunohini yopa oladi deganni maqsad qilib mushani aytmoqchi edi. Lekin Hazrati Ömer bu yerdagi bu fitna to'g'riliq gapni xohlamasdan boshqa bir fitnani, ya'ni fitna degandan ma'nosi yomon ko'p. Bu fitnenin azap degan ma'nosi var, sınaq degan ma'nolari var, ko'pincha kelgan vaqtda sınaq. Hatto şu Allohdan insonni mashg'ul qilib qo'ydigan barliq narsalarmi inson uchun bir fitna bo'ladi. Demak, bu fitnening nurg'un ma'nolari var, azap ma'nolari var, ham degandek, jazo ma'nolari var. Endi Hazreti Ömer bu şekildeki fitne demedi. Bu fitnede normalroq insonning da shaxsiy ibodatlariga bu taalluq bo'lgan fitnalar bo'lishi mumkin. Lekin Hazrati Ömerning demoqchi bo'lgani umumyuzlik bir fitnalarni maqsad qilgan bo'lsa kerak. Shuningdek, men buni demedim. Dengiz to'lqinlaridek, toshqinlardek tashadigan bir fitna bor. Men shuni maqsad qilgan. Degandan Huzayfa dediki, "Iyaq sizlarga Amirul Mu'minin Hazratlari sizlarga o fitneler doğruluk sizlarga hech qanday bir suiqasd yoki o fitnelerden sizlarga bir baloy afat musibet yo'liqmaydi. Chunki sizlar shu keyingi fitne bilan sizlarning oralarida bir etik bir ish bor." Degandan Hazrati Ömer so'radi. Bu ish ichilamdi yoki chiqilamdi desa, Huzayfa javob berib, bu ish chiqiladi, ya'ni bu fitnening ishi chiqiladi dedi. Hazrati Ömer javoban, "Undaqda mengu buni etkili bo'lmaydi" dedi. Dedik biz, Ömer mush ishni bilish kerak, bilan bildigan bo'lg'imti dedik. Va bu Huzayfaning shogirdlari so'rabdi bu gapni. Huzayfa dediki, xuddi ertadan burun kech bo'ladi emasmi? Ertadan burun kech bo'ladi, shanbadan burun masalan, juma kuni kech bo'ladi, erta shanba bo'lish uchun. Shu kabi biladi dedi. Men uningga bir g'alat bo'lmagan, ezib ketmagan,
bir hadislarda haqiqiy Rasulullohdan bir muhaqqaq bo'lgan bir aniq bir hadisni so'zlab bergan dedi. Ma gapni shaqiq degan bo'lish kerak. Men bir izib ketmagan, hech qanday bir aralashtirayotmadim, bir aniq bir hadis so'zlab berdim dedi. Shuning bilan biz Huzayfadan so'rashdan aymindik. Masruqni biz so'rab kelgin deb buyursak, Masruq Huzayfadan so'rabdi ekan, bu ishik Ömer dedi. Yani Ömer'nin şahadeti fitnenin darvasının içilişi degan. Bu yerdeki hamda bayan qilmavi Hazreti Ömer'nin maksat qilgan fitnesi nima degan vaqtida mushu Hazreti Ömer'dan keyingi islom dunyosida yuz bergan siyosiy husumatlar, talash tortishlar, urush, malmonchiliklarni maqsad qilganligi chiqib turyotdi. Demek Hazreti Ömer vafotidan keyingi boshlangan bu fitnening iqini ta zamonimizga qadar kundan kunga bu iqin texmonati ichilib va keng bütün İslam dünyasını bu fitnedeki o'ti yalqullab yeyip barda. Hozir qadar bu fitneler to'xtog'i yo'q. Bu fitneler ba'zi musulmon elliga ozroq bo'lsa, ba'zi musulmon ellarga nihoyat ko'p bo'layotdi. Jumladan bizgami bu fitnedagi jiq dard balolar kelyotdi masalan. Endi biz bu hadisda biz Imom Buxoriy hazratlarininki bizga bildirmoqchi bo'lgan hukmi nima degan vaqtida bir qism mushtaq bir fitnelarga, lahvlarga yoki insonning ba'zi bir bo'shonliq taraflariga nisbatan namoz, ro'za, sadaqa. Bo'lib bu namoz bundaq gunohlarning, g'aflatlarning kafarati bo'la oladi deganni maqsad qilmoqchi hamda. Chunki bu g'aflatning o'zimi yani Xudoning payg'ambaridan to'sib qoladigan, Xudoning rasulining muhabbatidan mashg'ul qiladigan har qanday narsa inson uchun, mu'min uchun bir fitna. Shuningdek, namoz bundaq fitnalarga ba'zida davo demoqchi maqsad qilgan. Bu hadisdagi raviylarning hammasi tarjima o'tgan, shunga buni takrorlamaymiz. Tövende İmam Buxoriy hazratlari 526 numaralı hadisda bizga Qutayba hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot dedi bizga Yazid ibn Zuray hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi Sulaymon at-Taymiydan bayon qilgan bo'lib, Sulaymon at-Taymiy Abi Osman an-Nahdi degan kishini bayon qilgan. Abi Osman an-Nahdi Abdurrahman ibn Mil yoki Mul nomi bilan mashhur. O'zi Kufa, Basra, Madina qatorliq shaharlarda yashagan. 75-yillaridan 100-yillariga qadar mush atrofda o'lib ketganligi xotirlangan. Basrda o'lib ketgan. Bu odamniki yashagan yurtlari asosan Ozarbayjon, Iroq, Qodisiyat qatorliq shaharlar. Bu kishiniki muhim yashagan diyorlar bo'ladi. O'zining aytdi zoitlik bilan mashhur, ham obidlik bilan mashhur bo'lgan ishonchlik Mazmut qatorliq nomlar berilgan muhaddislarniki biri. Bu zot payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki zamonida musulmon bo'lgan bo'lsa-mu, Rasulullohning qishiga hijrat qilib kelgan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dunyodan ketib bo'lgan. Hatto Abu Bakr Siddiq dunyodan ketgandan keyin Hazrat Umarning xilofat davrida bu odam Madinaga yetib kelgan. Shuningdek, shu Hazrat Umar roziyallohu anhudan ba'zi bir qism hadislarni bu odam rivoyat qilgan, anglagan hamda. Bu odamniki obidligidan masalan bu odamniki shu 60 qatimdek hamda haj umr qilganligi xotirlangan. Kechalari qiyomda, kunduzlari siyam, ro'za bilan o'tgan ishonchlik buyuklarning biri. Bu ko'p ahliniki eng buyuk tobiini degandek yaxshi nomlar aytgan. Bu kishiniki ustozlari masalan Hazrat Umar, Hazrat Ali, Sa'd, Sa'id, Talha, Huzayfa, Abu Mas'ud, Usama ibn Zayd, Amr ibn As qatorliq sahobalar bu kishiniki ustoz bo'ladi. Ham shogirdlari kim edi? Yo'qda Sabitul Bunani, Qatada, Sulaymon at-Taymi deymiz azrma hadisga. Humayd at-Tawil deymiz. Boshda necha qatim o'tgan bu raviylar, muhaddislar. Mana bu kishilar bu odamniki shogird bo'ladi. Demak bu kishiniki uchrashgan sahobalar nihoyat ko'p. Uchrashgan ayni vaqtdagi tabiiy katta tobiinlar nihoyat ko'p. Uzun umr ko'rgan kishida bu.
Mesela Ebu Hureyre deymiz, Selman-ı Farisi deymiz, Bilal ibn Rabbah deymiz, Hazreti Ayşe deymiz. Şular hemmesi ustaz oldu. Abdullah ibn Abbas'tan tartip mesela. Şagirdleri bu ayeti köp. Emdi bu adamның hadis ilmi qo'shgan tuhflar qatorida Imom Buxoriy Hazretleri Sahih Buxoriyda 60 tane hadisni mush kishining nomida bayon qilgan. Sahih Muslimda 45, Tirmizida 20, Abu Davudda 19, Nasai'da 12 hadis bayon qilingan. Demak, bu ilmiy jihatdan qo'shgan tuhfasini aytib zo'r deyishki bo'ldi bu odamniki. Mush adam hamda o'zining ustozi Ibn Mas'uddan bayon qilyapti bu hadisni. Bu hadisniki mazmuni mundaq tuvandikcha. Peygamber sallallohu alayhi vasallamning zamonasida bir odam bir ayolni so'yib qo'ygan ekanda. O'zining ayoli emas, endi boshqa bir ayol. Bu kishi Janob Rasulullohning qishig'i kelibdi, qo'rqib. Rasululloh bo'lgan ahvolni xabar qildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shu oyatni tuvandik bir oyat tushirgan. Kunduz taraflarda namoz o'qiganda, ya'ni bundoq bilan asrda, masalan, bu kunduzniki ikkilik namoz bor. Kechining bir bo'lakida dedi. Ya'ni bu xuftan namoz deyilgan bu yerda. Mush namozlarni o'qigan yaxshilik, yomonliklarni yo'qtidi degan. Qilgan yaxshiliklaring, yomonliklaringni yuzdi degan oyat bu. Bu sahobaning qilgan bu jinoyat uchun mush oyat tushgan. Bu adam dediki, ya Resulallah bu oyat menga yana demak buning sana buningda islomiy had jazo yo'q buningga demoqchi-da. Ya buni chamg'iza qilgan bundan jazo kelmaydi degan. Degandan bu oyat shuning mazmunida bu odam qo'shilib ketib, bu menga xosmi ya bu oyat degandan mening butun barliq ummatim uchun degan. Bunda desa hamda bu durust deganlik kelib chiqmaydi. Chunki bu odam bu yerga Janob Rasulullohning qishig'i yiqmay mushtamita ish qilib qoldim. Ya Rasululloh buning nima jazo va qanday jazo va deb kelganning o'zi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki huzuriga bir tövbe qilganlikning ifodasi bu. Tövbe qilib kelgachga bu odamga bu oyat tushib, bu gunohlarni yuvgan bo'lish ehtimoli cho'ng. Bunday ishlarni bir talada sirtladi deb juma buni asli cho'qim yepish kerak buni. Buni oshkorlashdan o'zini ayt ig'ir jinoyat buni. Chunki bu sahobaniki ismini masalan Abu Yasir Ka'b ibn Amr deyilgan. Bu asli bir xom sotilgan odamga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalarni ma'lum bir qism sahobalarni urushga avatga etganda, urushga avatib etgan bir sahobaning bir ayoli xom ag'il chiqqan bozorga. Chiqqandan keyin mush kishiga uchragan. Bir menga bir xomonni mana shu pulga bergan, setib bergan desa, uyda buningda yaxshi xom bor deganki, bu ayolmi gololab keyin bilib mangan. Uyga borgandan bu ayolni so'yib olgan bu odam. Keyin bu odamning vijdon g'ururi azoblanib tövbe qilib Rasulullohning nima Abu Bakrning qishig'i chiqqan. Men mushta ish qilib qoldim desa, tövbe qil qaytlama degan. Hazreti Ömerning qishig'i deganiga, Hazreti Ömer shunaqa tövbe qilib buni qaytlama, buni sen sitir qil, hech kimga dema bunday gapni degan. Hech kimga dema tövbe qil deganga bu odam sabr qilolmay Janob Rasulullohning qishig'i qilib bu gapni degandan keyin Rasululloh nat qaygan. Allah yo'lida bir jihad qilishga ketgan bir g'ozining oilasiga sen mushta qo'l sundingmi, xiloflik qildingmi, xiyonat qildingmi deb yomon qaygan. Bu odam qo'rqib ketib, bir musulmon bo'lmay, bir hozir qadar musulmon bo'lmay kerak, musulmon bo'lsam-chu degan. Rasulullohning qoyishlari shunday qattiq bo'lganda bu odamga. Va men devziga ulab ketdim, qanday qilaman deb. Rasululloh uzun qanday qilishini bilmay turib ketgandan keyin yuqoridagi oyat tushgan. Va aqimus salata tarafayin nahar degan bu oyat tushgan. Shu oraliqda payg'ambarimiz bilan bu kishi asr namozi o'qib, asrdan keyin qanday qilishni so'raganda, shu oyatni o'qib, bu ish qarta Rasululloh tushuncha bergan. Tövende İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi namozni o'z vaqtida o'qishniki fazilati, buniki darajasi haqida to'xtalib 527 numaralı hadis bu. Bizga Abul Valid Hisham ibn Abdul Malik hadis so'zlab bergan edi deb shunday dedi. Bu Tayalisi, bu xalifa emas. Bu zot dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba dedi Valid ibn Ayzar mundaq degan edi deb shunday degan. Bu yerdeki bu Valid ibn Ayzar degan kishiniki tarjimani boshda o'tmagan. Bu kishini
Velid ibn Ayzar ibn Hureys al-Abdi al-Kufi namı bilen meşhur. O'zi ishonchlik degan nomga erishgan hadis ulamolarniki nazarida. Hijriya 111-yil bilan 120-yilning oralig'ida o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishiniki hamda ustozlari kim o degan vaqtida Sa'd ibn Iyos, shogirdlari Shu'bat ibn Hajjaj, Sulaymon ibn Abi Sulaymon qatorliq hadis ulamolari bu kishiniki shogirdlar bo'ldi. Bu kishiniki hamda hadis ilmi qo'shgan tuhflar qatorida Sahih Buxoriyda 4, Sahih Muslimda 3, Tirmizida 3, Nasai'da 1 dona hadis bor. Demak, bu soyasning ichida shu yuqorqi ismi zikr qilingan kitoblarda bu kishiniki hadislari bormidi. Bu zot deydi, xabar bergan menga deydi. Buni Shu'ba dedi. Valid ibn Ayzar menga xabar bergan. U xabar berishchi mundaq deganda, Abu Amr Shaybonining mundaq deganligini anglagan edi. Bu Abu Amr Shayboni ham Sa'd ibn Iyos nomi bilan mashhur Kufiniki donglik muhaddislarniki biri. Hijriya 95dan Hijriya 101-yillar atrofida shu oraliqda 5-6 yil atrofida o'lib ketgan. Ishonchlik, uzun umr ko'rgan buyuklarniki biri. Hamda ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik deb shunaqa degan. Hatto bir qism kishilar masalan bu kishini sahobalar deb ataganlar bo'lgan. Chunki bu odam jahiliyat vaqtida haj qilgan, uzun umr ko'rgan odam bo'lib, jahiliyat vaqtida haj qilgan, lekin sahoba emasligi bakrak aqlga uyg'un. Chunki jahiliyat vaqtida ish qitim haj qilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki mush payg'ambar bo'lib kelgan shu mezgillarda yoki payg'ambarimizningki yashagan mezgillarda demak bu sahoba emasligi mashhur. Lekin Rasulullohniki zamonlarida, Rasulullohniki o'zining hayot mezgillarida masalan ish qitim haj qilgan jahiliyatda degan qarg'a vaqtida xili ishninki cho'nligini ifodalagili bo'ldi. Chunki musulmonlarniki haj qilish buyruq tushgandan burun bu jahiliyatni haj qila oladi bu odam. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki xabarlarini, ish izlarini bu odam shu Kozima degan yerda turib, shu oilasi, atrofidagi kishilar bu payg'ambarimizniki xabarlarini deyishganini anglagan ekan. Mushta bir Muhammadda bir odam chiqibdi, payg'ambar ekan degandek Rasululloh to'g'riliq bir qism ma'lumotlarni anglagan. Bu Kozim degan hozir Kuvayt. Kuvaytning burun qismi Kozima deydi. Bu odam shu Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Arqam, Uqbat ibn Amr al-Ansori qatorliq sahobalarni ustoz tutgan. Bu odamniki shogirdlari Valid ibn Ayzar hozirgi, Sulaymon ibn Mihron, shular bu odamniki shogird bo'ldi. Endi bu odamning hadis ilmi qo'shgan tuhflar qatorida masalan Tirmizida 8 dona, Muslimda 7 dona, Buxoriyda 6 dona, Nasai'da 4 dona, Abu Davudda 2 dona hadis bor. Shu kishiniki tuhfasi. Endi bu odam deydi, bizga ma uyning egiz hadis so'zlab bergan deb Abdullah ibn Mas'udningki uyini ishorat qilyapti. Chunki bu odam Abdullah ibn Mas'udningki eng uzun umr ko'rgan shogird hisoblanadi. Abdullah ibn Mas'ud debdi-da payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'rgan edim. Alloh yaxshi ko'radigan qaysi amal eng yaxshi yoki Alloh eng yaxshi ko'radigan amal qaysi ya Rasululloh desam, Janob Rasululloh o'z vaqtida o'qilgan namoz dedi. Andın qaysi desem, andın ota-onaga yaxshilik qilish, birrul validayn dedi. Andın qaysi desem, Alloh yo'lida jihad qilish dedi. Mana bularni shu Abdullah ibn Mas'ud hadis so'zlab bergan. Agar men yana o Rasulullohdan yana deb bergan deb talab qilavergan bo'lsam, albatta menga yana deb beradi dedi. Miyada nima emasa payg'ambarimiz emas, shu Abdullah ibn Mas'ud menga yana ko'pincha yani da'vagan, so'ravergan bo'lsa, menga yana jiq-jiq deb beradi demoqchi Abdullah ibn Mas'ud. Bu hadisni bizga bermoqchi bo'lgan hamda ideya Imom Buxoriyniki. Hamda o'z vaqtida o'qilgan namozni Alloh taolo eng yaxshi ko'radigan amal deb ta'riflagan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaniki yaxshi ko'rishdan iborat bunday bir subtun bayon qilgan bularda. Ondan boshqa bu yerda yana namozdan keyin qolsa ota-onaga yaxshilik qilishniki muhimligini, hatto buni jihatning oldida bayon qilib o'tgan. Bu ota-onaga yaxshilik qilish degan nima degan vaqtida
Buniki türü nayt jiq. Özü mal bilen yaxşılık kılımız, beden bilen yaxşılık kılımız, öz obro'yumuz bilen yaxşılık kılımız, ilim bilen yaxşılık kılımız. Bilmegeni chiroyli şekilde deyiş arkalı. Hatta Hazrat İbrahim Aleyhisselatü Vesselam öz dadlarına nasihat kılganlığı hatırlangan. Ularga chiroyli so'zlash, yiqimli so'zlash, ularning do'stlariga yaxshi muomala qilish, qatorliq shularning hammasi birul validayn ota-onaga yaxshilik qilishning qatori kirdi. Yana birsi yani jihatni bayon qilgan. Bu Alloh yo'lidagi jihat ikki xil bo'ldi. Qurol bilan bo'ladigan jangohdagi jihat bor. Yani ilm bilan, bayon bilan qiladigan jihatlar bor. Jihat bu yerda ikkili hukmni o'z ichiga oladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qurol bilan qiladigan jihat to'g'riliq nurg'un oyatlarni tushirgan bo'lsa-mu, uningdan boshqa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Munofiqlar bilan urush qilgan degan. Lekin munofiqlar bilan cho'qim biz qurol bilan urush qilamiz. Yo'q, undaq emas. Munofiqlar bilan qiladigan urush cho'qim ularning shubhalariga raddiya berish bilan, ularning fitna fasadlariga, safsatlariga raddiya berish bilan bo'ladi. Chunki Janob Rasulullohning zamonasida munofiqlar bo'lgan, munofiqlar bilan bo'lgan urush qurol urushi bo'lmagan. Albatta, u vaqtdagi urush ularning fitna fasadlariga qarshi turish, ularning fitnalarining oldini olish, o'sak so'zlarining oldini olish, o'zaro taqatgan yomon yovdoq istixborot qatorliq mushu taraflardan masalan qarshi turganda shir bilan hatto tashviqot bilan urush qilgan. Ayni vaqtda munofiqlar bilan. Chunki shu vaqtda Hasan ibn Sabitlarniki yozgan, o'qigan she'rlari shu ilm shu ilm bilan jihad qilganlik, bayon bilan jihad qilganlik. Ayni vaqtda. Shu sahobalarniki ayni vaqtdagi masalan Hasan ibn Sabitniki bu she'r bilan qilgan ayni vaqtdagi jihadlari shu Qur'ondimi ta'sirini aytib kuchli bo'ladi arab yarim oralida. Bugungi kunda masalan shu tashviqot sohasi deymiz, turli shu tor sohalari deymiz. Mush jihatda shu dinga xizmat qilganlik, haqiqiy ixlos bilan munofiqlarning shubhalariga, din dushmanlarining shubhalariga yozilgan har bir yozmalar chin ixlos bilan yozgan bo'lsa, fitna fasod termasdan. Bu bir jihad bo'ladi, bu jihadning bir turi bo'ladi bu. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.